Tug'inglar 30-40 yosh orasida vashshi qo'rqmasdan tug'inglar. Ishoninglar, mazza. Tug'ishga ham qiynalmaysiz, chunki tayyor bo'lasiz. Birinchi, ikkinchidan keyin. Keyinchi haqiqatdan ham sizlarga qarab turing o'g'lim. Haqiqatdan ham mazza qilib katta qilar ekansiz borku. Birinchi, ikkinchi farzandimni bilmayman, nervli bo'lganmanmi, yosh bo'lganmanmi, uxlamasa asabiylashib, uyimda ishlarim qolib ketsa, "Voy, tezroq ishimni qilishim kerak. Voy, hozir kimdir kelib qolsa nima degan odam bo'laman" degan fikrlardim. Bu farzandimda birinchi o'ringa qo'yaman. Ish ham bo'ladi, ovqat ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Birinchi o'rinda bola deb boshqacha ona bo'lar ekansiz. Haqiqiy onalikka bunday qilib turay jalizi. Haqiqiy onalikka mana shu sal kattaroq bo'lib tuqqandan keyin boshqacha hissiyot bo'lar ekan. Mana buni tuqqanlar bilishadi. Ko'pchilik mana aytadi-ku, "Voy, organizm charchaydi." Hech qanaqa, nabarot organizmingiz yosharib zo'r bo'ladi, o'rtoqjonlar. 40 dan keyin ham tug'inglar. Tug'averinglar. Xudo beryaptimi? Maza qilib tug'ib, maza katta qilinglar. Hali bular katta bo'lganda yelkasida ko'tarib beradi sizlarni. Yo'q, boshida ko'tarib beradi, Xudo xolisa. Sizlarni emas, bizani.